Rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan firma orqali Umra safariga barchasini qonuniy rasmiylashtirib bormoqchimisiz? Xudo xolasa bizda buning imkoniyati bor. Centrum Holidays rasmiy litsenziyaga ega. Xudo xolasa biz Farg'ona Marg'ilon Oran choyxonasini oldidagi ofisdan sizlar bilan yuzlanyapmiz. Eng asosiysi O'zbekiston 12 ta viloyatidan aloqaga chiqasizlar. Bizga Telegramdan pasportlar tashlab berasizlar. Centrum Holidays rasmiy hisob raqamiga bank orqali to'lovlarni amalga oshirasizlar. Kvitansiyalar qo'llaringga beriladi. Kartaga yoki boshqa narsaga hech qanaqangi to'lov qilinmaydi. Firma hisob raqamiga ham oz-moz zakovlar tashlab berasizlar. Yoki ofisimizga kelib kassalarga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Endi ziyoratchilarga qanaqangi sharoitlar tayyorlangan desalaring, Madinada 100-200 metr masofadagi gastnitsa, Makka Mukarramada 700 metr masofada haramga piyoda borib kelish imkoniyati bo'lgan gastnitsa olingan, yangi, yaxshi gastnitsa. Xudo xolasa Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati firma hisobidan amalga oshiriladi. Aeroportda kamzil bejik sumka, viza beriladi. Qaytish ekanida 5 litrli zamzam suvlari hamda uxlash uchun 3 yostiqchalarni ham biz albatta tekinga qo'shib beramiz. Chegirmali narxlarimizga keladigan bo'lsak, 7-Toshkent Jiddiy yo'nalishidagi reysimizni $995 dan qilib beramiz. Xudo xolasa 7-Namangan Madina yo'nalishidagi reysimizni $1040 dan qilib beramiz. 8-Farg'ona Jiddiy yo'nalishidagi reysimizni ham $1040 dan qilib beramiz. 38 ta joy qolgan. 15-, 22-, 29-chi Farg'ona Jiddiy yo'nalishidagi reyslarimizni hammasini $1050 dan qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. To'lov ma'lumotlarini yetkazib beramiz. Aytib o'tganimdek, O'zbekiston 12 ta viloyat hamda qo'shni Tojikistondan ham bemalol biz bilan bog'lanib, to'lov ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi. Ekranda raqamlarimizda WhatsApp, Telegramlarimiz bor. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga bundan ham narxlarda arzon qilib beramiz. Xudo xolasa Tojikistondan bormoqchi bo'layotganlarga bir kun oldin O'zbekistonga kelasizlar, gastnitsaga joylashib, dam olasizlar. Undan keyin ertasiga uchib ketadigan imkoniyatni biz qilib beramiz. Sizlar misol birinchi kuni obedda Toshkentda bo'lamiz desalaring, biz sizlarga o'zimizni hisobimizdan gastnitsani bepulga gaplashib, joylaringni bron qilib qo'yamiz. Xudo xolasa bir kun damlaringni olasizlar. Ertasiga 3 vaqtini aytamiz, aeroportga chiqib uchib ketasizlar. Gastnitsaga hech qanaqangi rasxod qilmaysizlar. WhatsApplarimiz, Telegramlarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.